Assalomu alaykum qadrdonlarim. Qulman degan qizlarimiz, qani qulli qaramalaring bizaga degan qizlarimiz, qullilaringdan bir sana beringlarchi. Sananglar. Nima qullilarni sana bera olmayapsizlarmi? 20 tasini sana beraylik, mana sanlarga keng imkoniyat beryapmiz. Sanalaringchi qulman deb uyat sanlarga. Texnika davrida yashayapsizlar. Davlatingga qarab to'nqaymalaring. Knopkani bosasan, kiring yuvasan, knopkani bosasan, idishing yuvasan, jab bo'lmasa issiq suv sovuq suving bor, idishing yuvasan, mo'yishli sredstvolar xilma-xili chiqayotibdi, to'g'ri alyumin qozonga solib kiringni qaynatmaysan, atbelevitilla qirilayotibdi, pilisos qilasan, uyingda bor o'sha narsa. Shvabralarni ham xilma-xili chiqib ketgan, dazmollarni ham paravoylar 100 mingga berayotibdi, anitda. Paravoy dazmollar bor. Qani qullilaringni aytib berlaringchi? Nimadan qiynalyapsan? Qilgan bitta ovqatingni? Ha? Bir kosa ovqatni suzib qo'lingda olib borib berganga qullilik bo'lib ketyaptimi? Ha? Sanlar shu gaplarni gapirayotganingda kelajaging nima bo'ladi? Kelajak avloding nima bo'ladi? Ko'chada qolmaysanlarmi? Farzandlaring nima deydi sanlarga shu narsalarni? Sanlar ota-onangni davrini so'rab ko'rgin, oyi, sizlar davringlarda nima bo'lgandi? Qanaqa katta qilgansizlar? Mayli, meni davrim misol uchun sal yengillik davr bo'lgan. Mani ota-onalarim davrida sovuq suvga qo'lida kirchaygan, tandirda non yopgan, sigir soqqan, endi qishloq sharoitini aytayotganimda yo'q, o'zimiz shaharimizda ham bo'layotgan voqealarni aytyapman bu narsani. Haligacha sigir sog'ishadi, sut sog'ishadi, qatig'i bor, oppoqqina qaymog'i bor, mazza qilib yedirib, dumbillatib katta qilib qo'yishgan sanlarni. Gapirayotgan, o'shalar ham nolishmagan. Qo'lda hamma ish qilgan-ku nolimagan. Sanlar nimaga qulman deyapsanlar? Ishini naqasi yengil bo'lgan sarichi yotib olar ekan antga harab. O'shandan bo'g'azsanlarmi? O'zing sal jiddiyroq tutlaring. Kelajaging nima bo'ladi?